Bu qanday sim karta? Avvalambor hammaga salom. Bu sim kartamiz maxsus 19 ga to'lmaganlar uchun sim karta hisoblanadi. Ya'ni Koreyada siz sim kartani ID kartaga o'tkazishingiz uchun 19 ga to'lgan bo'lishingiz kerak. Lekin bu sim kartani 19 ga to'lmagan bo'lsangiz ham ID kartaga o'tkazib bera olamiz. Faqat 1 yil ishlatish shartnoma evaziga ulab bera olamiz. Bu sim karta uchun to'lov qanday bo'ladi? Bu sim karta uchun to'lov, xo'p, sizga buni yengillik maqsadida biz 3 oylik qilib bepul qilib berganmiz. 3 oy ichida ID kartangiz chiqsa bizga xabar berishingiz kerak albatta. ID karta va bank hisob raqamingizga ulanadi. Agar bank hisob raqam ochtirmagan bo'lsangiz, plastik kartaga ulab bera olamiz. Har oylik to'lov 3 oydan keyin o'zi plastik kartangizdan yechiladi. O'zi asli to'lovi 36,000 won sim kartani va buni biz lekin unda ham skidka qilib 33,575 won qilib berganmiz. ID karta va bank kartani sim kartaga ulanmasa nima bo'ladi? Ulanganda sim kartani oylik to'lovi har oy avtomatik tarzda yechib olinadi o'sha kartangizdan. Agar ulamasangiz, bu sizga har oy qarz bo'lib yozilishi mumkin. Shuning uchun albatta ulashingiz kerak. Internet paketlari qanday bo'ladi? Bu tarifda internet paketlarimiz 10 megabit tezlikda cheksiz ishlaydi. SMS daqiqa esa cheksiz. Sim kartani 1 yil ishlatmasdan oldin tashlab yuborsamchi? Xo'p, unday qilish mumkin emas, chunki siz 1 yil shartnoma evaziga olgansiz. Agar 1 yil ishlatmasdan tashlab yuborsangiz yoki bo'lmasa uzib yuborsangiz, bu sizga qarz yozadi yoki jarimasi chiqib keladi. 1 yildan so'ng nima qilishim kerak? Xo'p, 1 yil bo'lgandan keyin bu shartnoma tugagan hisoblanadi va bizga bergan skidkalar ishlamaydi, ya'ni sizga ko'proq summa chiqadi. Shuning uchun 1 yil bo'lishi bilan bizga bog'lansangiz, boshqa yana tariflarga ulab berishimiz mumkin. Shunday ekan, albatta bizga 3 oy bo'lmasdan aloqaga chiqishingiz kerak. ID kartangizni olishingiz bilan bemalol keyin qulay foydalanib yurishingiz mumkin.